Assalomu alaykum hammalarga. Yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Xullas 1 yildan beri dehqonchilik yaxshi emas, bo'lmayapti, ekishmayapti odamlar. Shuni hisobiga men ham videolar qo'ymayotgandim. Endi bu yildan sal klientlarim qimirlashni boshlashdi. Yana men ham davom ettiray deb bugun bitta klient o'zanikiga kelgan biza. 80 sotga qulpini. Kokosga ekilgani ham bor, yerga ekilgani ham bor. Qulpinalar isitish tizimi yo'q, shuni hisobiga unaqa nima deydi, massiv pishish degan narsa yo'q, lekin mana uyg'onish boshladi. Havo sovib, isib turganiga qulpina uyg'onyapti. Gullashga kelyapti-da, yaxshi chaylanolmay nobud bo'lyapti yana mamlaqa bo'lib. Namli yuqori. Grippkoviy kasalliklar ko'p. Juda ham ko'p. Omon qolgani mana shunaqa. Bu ham lekin bir kun 2 kunda bunga ham mog'or o'tirib oladi. Endi hozirgi paytda mana shu bezatapleni faqat mana shunaqa temalar bo'lgani uchun shu narsani qo'yib turmoqchiman. Bo'ldi. Buni ishlamaydi, tamom bo'lgan. Changlanish yo'q, hasharotlar yo'q. Namli yuqori. Sana-sarasa aybi ko'p. Qaraladigan sistemada ishlamaydi baribir bunaqa sovuqda. Lekin sal vahliroq uyg'onish boshlanib ketganda mana. Hozir men sizlarga kattaroq qulpini o'sha kasalligini ko'rsataman. Mana badaniga jam o'tib ketgan. Mana Fasiram, Pervikur, Redamin, Alet hech qaysi sabab yordam bera olmaydi, chunki isitish tizimi bo'lmagandan keyin namli yuqori bo'lib ketadi. Mana qulpinada eng ko'p uchraydigan kasallik. Endi bunga men hozir hech narsa ham deya olmayman. Bu dorini ber, bu dorini berish deyish xato baribir. Zo'r bo'lmaydi, kunsulligi sababli. Hali ko'rdik, sizlarga ham ko'rsatolmayman. Qani, bismillah. Yerdagilarni ham ko'rsatib qo'ying sizlarga. Bular ham shu ahvol, qulagan yerda kasallik bor bo'tdi ham. Lekin jonivorlar baribir sal iliq bo'lib bersa bo'ldi-da. Donlash harakatida, pishish harakatida. Shuncha gul uval.
Hop. Shu narsalar boshidan o'tgan qulfinechilar bo'lsa, yozib qoldiringlar. Qaysidir dori balkim ishlar. Bitta odamdan ko'ra 10 ta odamni fikri qiziqroq. Hammalarga rahmat. Yangi videolarni yana qo'yishda davom etamiz.